Sizlar uzoq kutgan kun keldi. 3-Malibu, ya'ni 801 Malibu'imizni o'z egalariga topshirish arafasidaman. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Raisboy. Bugun sizlar bilan 10 ta obunachilarim ichida shu Malibu egasini tanlab olaman. Birinchi obunachim, ikkinchi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va 10. Bular Instagramda ham kuzatishgan, Telegramda ham kuzatishgan va bizni sponsorlarimizni shartlarini bajarishgan. Hozir bu Malibu turibdi. Ushbu Malibuga men shunday shartlarni bermoqchiman. Ya'ni shartlarim quyidagicha. Hozir Toshkent vaqti bilan soatimiz 12:30 arafasida. Malibu diyoniga 10 ta obunachilarim borishadi va xohlagan qo'lini, xohlasa o'ng qo'lini, xohlasa chap qo'lini qo'yishadi. Hech qanday boshqa shart yo'q. Eng oxirgi qo'lini Malibudan olgan shaxs ushbu Malibu egasi bo'ladi. Hayz obunachilari zarubej blogerlar ham qilgan, lekin biz O'zbekistonda nomer 1lardan bo'lib Raisboy bu ko'rsatuvni sizlarga jalb qilyapti. Videorolik ostiga like bosing, agar tayyor bo'lsangiz, biz esa shartimizni boshladik. Kelinglar Malibu diyoniga akalar. GoPro'lar zarsmi? Joylar egallar olib faqat kelinglar. Yo'q. Opalar, iskinglar. Qo'linglar mana qo'yildi. Kamera keldi. Bunday qilib tursa bo'ldi degan narsa yo'q. Ili bo'lsa bunday qilasiz. Mana shu qo'ydingiz, bo'ldi. Nima qilmayman? Yo'q, mana shu ketdi. Mana shunday turishingiz kerak. Hamma tushunarli-a. Tolib ketdim bunday yonsam buni qo'yib oldim, bu qo'lim uzildi emas. Bitta qo'lingizni qo'ydingiz, xohlasangiz buni qo'ying. Bunday qilib qo'ying. Bo'ldi, mana shunday turing. Teyilgan narsa uzilmashi kerak. Bittani qo'ydingizmi, mana shunday turing. Xohlagan joyini shu. Xohlagan joy, xohlasanglar ballonni ushira xohlasanglar. Ha? Bitta xohlasanglar bitta qo'l, xohlasanglar ikkita qo'l. Faqat ikkala qo'lni qo'ydinglarmi? Всё, uzmanglar. Teyilgan narsa uzilmaydi. Ya, har taraflama video olinyapti. Если что, повторdan ko'ramiz. Misol, ozginaga mana qilib ovarsanglar ham ko'rinib qolishi mumkin. Bolalar shu yerda. Bir-birimizni aldamaymiz. 1 soatning ichida kelib yana suhbat quramasizlar. Ya'ni hozir 12:30 da vaqt boshlansa, 1:30 da kelaman, xulq-ahvol so'rayman. Har 1 soatda kelaman. Har 1 soatda sizlar bilan gaplashamiz. Qo'linglar qo'yib olinglar. Xohlaganingiz. 1 daqiqa. 1 daqiqa vaqtinglar bor. Qo'yinglar, qo'yib olinglar. Ha. Suv ichib bo'ladimi? Yo'q, u payt icha olasizlar o'zinglarda bo'lsin. Men bermayman. Men sizlarga hech nima bermayman. Va ovqat taqdimasin. Suv bo'lsa mayli ichinglar, ichib oling. Men sizlarga hech nima bermayman. Hozir mashinaga kelganmiz, borib olib kelsam bo'ladimi? Olib kelsa, Siz o'sha ushladingiz-ku. Qo'lingizni qo'ying. qo'ying. Bo'ldi, iloji yo'q. Hammaga omad. Omadinglar bersin. Qo'yib yubormanglar. İlacımız akaba. O'sha provoga boshqa qadam. Bo'lmasa men o'tirishimda o'tirmayman. Ano, mana buni ochib yopsa bo'ladimi? Ha, ochib yopaman. Bunda ochib yopsa bo'ladi, ha? Yo'q. Shunaqa. Bo'ladi. Faqat jildirmang. Joydan? Boshqasining zonasiga yaqinlashib olmang-da. Ya, bo'ldi. Nima deyman, hammaga omad. Menga omad tilayman, aytaman. Chinganchik o'ynaymizmi, brat? Zondan ziki o'ynaydi, Ha, bitta qaytib ketadi aka. Tezkari qolyapti. Oyoq og'ridimi? Yo'q, qo'yib olishadi. Alo. Hech kim charchamayapti nimaga. Lekin qo'ylar xalab qoldi. Sabr qilamiz. Normal, hozircha. Yo'q, ya, bilinmadi, ha. Bu qimillatdim, ya'ni yaxshi ekanu, lekin uyushmayapti. Sal orada. Bunday qimillasam, unga ham o'tyapti shekilli. Qonni sergilasa qilib.
Kompa yaxshi. Yaxshi. Keyingisi bo'lyapti. Hamma qo'lda ichilgan. Siz soat mushakilasiz. Men yaxshi uzaklik soat. Bizga maqsad soat ko'rish. Bu ham kilogramm og'irlik bilan. Ves beryapti. Ko'tarib ves beryapti. Sinir o'rang. Sinir o'rang. Sinir o'rang. Jalb emas aka. Sindiring. Olib, qo'lni olib turib. Variant aka. Qo'lni olib. Olib, olib. Yeching. Kamerani ol. Bo'ldi, yana 11 minut o'tibdi. Sabr. Sabr aka. Aka qiryapsizmi shuni? O'zim mashinam yo'q, qilsan ishlar qilmaydi. Ko'ngildan chiqarib aytasiz, polirovka qilib beraman. Qirmaylar vaqtini. Shubrat desa qildirib beraman. Polirovka. Javob. Malsam, kim chig'ol taqib beradi? Zo'rida. Yo'qmi? Aka mashina tanlab bering, men ketaman. Kelgan paytda Bir soatdan keyin kiraman dedilar. 1 soatdan keyin seziladi. Nimadir borda. Sigaretlar necha pulga tushirasiz? 40 mingga, 50 mingga. Sigaret $100 olib beraman sizga. Berazni. Kimga olib beradi? $100 bor olib beraman. Ha? Mumkin emas deb aytmanlar. Aytdim, $100 olib beraman. Mana sotaman. Menda 10 ta bor. $1000 bo'lardi. Tartamayapsiz? Assalomu alaykum. 50 mingga tushirasiz? Sigaretni. Brat, siz omad xatni olgansiz. Ha? Omad xatni olgansiz. Onam tug'ilgan payt omadli bo'lib tug'ilgan. Birinchi yugurgan ekansiz. Birinchi omad keyin siz tug'ilgan ekansiz. Charchamadinglarmi bu? Kim oyog'im charchamadi. Charchagan yo'q. Hali charchashmadi. Ha, Malibu. Chef qilay. Olmaylar charchamadi. Ko'rishamiz biz. Siz nimaga? Ammo o'zim deyman. Kim deganlar? Siz sanasini chiqolmaysiz. Siz yaxshimisiz? O'sha uchun boshida so'rashib qo'ydim. Chiqmoqchilar. Suv. Mazur? Navyi? Mazur? Kimni chiqaraveradi? Bu ko'zmi, lazermi bu? Bir minut ham bo'lmadi. Qarqishga olib ketasiz. Yana kim yetyapti bo'laysiz? Keyin kelganimda chiqaraveradi. O'tinglar, davay, yuri. Rostla birinchi. Bu birinchi sovrini. Yana davom etadi. Qaramadingmi bu qimorbozlar? Ey xudo, nima kerak? Mashina bitta. Lekin u ko'rib bo'lmas. Osh bor ekan, pishyapti lekin. Chiqqanki odam oshiydi. Moped hali ham turibdi. Shunda minadi bittasi. O'tiradi. Chiqadi, bitta osh, non, issiq ko'k choy. Bilan turibdi-yu. Uydan chiqarib ketdi.
Ana 119 berdim. Normalniy. Kopeykadan uryapman-da, kattaroq pul bo'lsa ekan. 152. 57 ming. Normalniy chizasa beradi. Aka qalaysiz? Sizchi bo'lajak rais? Zo'r Alloh. Aka mana zanos qilyapti, senga zerikkanman. Qo'llaringlar oqarib ketganmi? Ko'karib ketdi. Muzdaydi manda. Ichida muzlaydi. Yaxshi, mashina muzlaydi. Menda opani qo'li bor edi. Shunday qilib. Ya ani burchakda ushlab qoldilar. Men ham sizlar bilan bir soat turaman. Ketdik. Ya, ishonmadim. Ketdik. Ketdik. Turdim. Sizlarga bir taklif qilmaymiz. 3:45, 4:45 gacha ketdik. Hala qarab Yaxshi. Bir-birlarini tanishib oldilar. Yaxshi bolalar ekansizlar. O'zida nima gap bor? Qiynalmadimi qo'y? Atak bunday qisib turishda muammo bor-da, baribir. Endi 2 minut o'tdi. 1 soatdan keyin gaplashamiz. Be 20 damidi? Ha, 20. Yuhu, qaranglar. Maza yo'q. Ashna qilinglar. Ashna qilinglar. Mana, aziz obunachilar, men eplab-seplab 1 soat turib oldim. Endi 3 soatdan keyin akalarim yoniga kelaman va birinchi shart beraman. Tayyor turamiz. Aka, mana sigaret. Sigaret faqat o'zimniki. Yo'q, farqi yo'q, chekishga. Bir chek sigaret. Aytmay keling. Endi ancha shoshilasiz. Bitta faqat. Oh, shash ketdi-yu. Oh, yomon ketdi. Aka maza. Betingizga qizir yurdi aka. Birinchi shart. Ozgina bodrilashib olinglar. Birinchi shart. Tayyormisizlar? O'yinda ozgina qiziqtiramiz. Sizlar uchun nima bo'lish uchun major ham keldi mana, keyin yaqinda major. Majordan so'rayman. Bitta oyog'inglarni tanlab olinglar, kuchli oyog'inglar. Necha soat turibsiz? Men hal qilamanmi? Bir qiynay bo'pti. Yarim soat demayman. 1 soat ham demayman aka. 2 soat turishsin. Yo, hamma uchun shans bu. Shoshmanglar, qaranglar. Soat 7 bo'ldi. Rovna. Bitta kuchli oyog'inglarni tanlanglar. 1 soat vaqt. 8 gacha. 8 gacha men shu yerdaman, chunki onda efirim bor. Uje tayyormisizlar? Sizlar rasmiyga qo'yib olinglar. Men start deyman hozir. Tayyormisizlar? Davay. 3 2 1. Bum. Ama meni yomon ko'rmanglar aytib qo'ying. Mayli, 2 soat dedim, men 1 soat qo'ydim. Major, siz faqat baxtsiz javob berasiz. Shartlarimiz bittasi mana boshlandi. Hozircha bilasizlar 9 ta odam men kamaytirishim kerak. Shu uchun soat 7:00. Mabodo 8 gacha birorta inson jilmasa, ya'ni kamaymasa, men yanada bu shartni qiynashga to'g'ri keladi. Davom etamiz. Yo'q, yapishtirib nima qilmayman, aytishsa. 1 soat. Sizga yaptım. Ha, tegmasa bir-biriga. Lekin yerga tegsa bo'ldi, chiqib ketasizlar aytib qo'ying. Yo, qimirlatsa bo'ladi, to'g'ri? Ha, ketdik. Ayya, endi yana ishonmadim. Ketdik.
Motivatsiya olasiz. Aka tekizmang. Bir-biriga yopishtirmanglar. Hozir kamera. Odammi? Kamaymaydi. Ishonasizmi? Ishonmayman. Aka, Hamma meni oyog'im og'rib qoldi. Lekin oson emas. Yana mali bu minisham, ha? Ya bo'lmayman. Taslimman. Kerak emas. Ketasizmi aka? Ketaman. To'xta, Jahongir aka kamerani. Срочно telefon bo'ldi. Hatto chidab o'tiraman. To'xtab turish. Ketaman. Zaybalim chiqdi. Jo'ningizdan, kel bitta bag'rimga bosing. Qo'limni olaymi? Oling. Hammaga omad. Sekin, qo'lingiz bunday ishlatib yuboring. Oching aka iPhone'ni. Ko'rib oling, singasi. Sovg'a qilaman. Ochmasam maylimi? Mayli, sotasizda bilaman. 5 ishqalab qo'yaylik aka shu qo'lingiz. Oy, muzlab qolibdi qo'llar. Yaxshi kuningizga ishlating aka iPhone'ni. Nasib qilsa ekan, ko'rdim qiynalayotganingizni. Hammalaringga omad. Tushirmanglar oyoqlar, oyoqlariga qaranglar bolalarni. iPhone sizniki. Sog' bo'ling. Qolganlar ham shart qilsa javob. A tak sigareta ham chekib yuborsiz bo'ladi. Bolalarni oldida neudobno, chiroyli bo'lmaydi. Nasib aka, qarang hozir sheriklari sal chiqib ketgani yo'q. Bir shou haqida ozgina fikringiz. Mana shu kameraga. Bunisiga ekan. Bitta mixlab qo'yaylik. Chiqadi bu. Juda zo'r shou, вообще. Bunaqa O'zbekistonda hali ko'rmabman. Raisboyga rahmat. Mana bolalar hali hamma turibdi, hamma bitta oyoqda. Qo'limdan kelguncha turdim 6 soat. 6 soat turdik menimcha. 7 soat turdik. O'zi emas lekin. O'shanga katta rahmat, juda xursandman. Bunaqa shoular oydan oy, yildan yil ko'payib ketaversa, qimorbozlar ko'payadi. Lekin quruq ketmayapsiz, to'g'ri. Quruq ketmayapman. iPhone ham lekin bir Raisboyga rahmat, juda xursandman. Bu sovg'a. Addishi bo'ldi bu sizga. Chem prosta oyog'ingizni qo'yib yuborib, quruqdan quruq ketgandan ko'ra iPhone bilan ketgan ne'mat yaxshi aka. Katta rahmat. Tabriklayman. Sog' bo'linglar. Keyingilarida balki nasib qilar. Nasib. Ha. Raisboy 2 shouda qatnashdim. O'yin qizg'in ketyapti. Вообще zo'r. Adrenalin вообще chotki. O'yinga ham gap bo'lishi mumkin emas. Maslahat beraman, bemalol o'ynanglar. Haqqoniy 100% haqqoniy. Mana shu bizga nasib qildi. Xudo xohlasa bundan keyingi shoularda ham qatnashamiz. Raisboy armiyasi go. Soat 12 soat o'tdi. 12 soatdan beri turibsizlar. Ishonmayotganlarga 12 soat 13 minut. Soat 12. 1 bo'lyapti 15 dakam. Umar aka qachon ketamiz? 2000 bersam ketmaysizmi? Sizga boshqa предложение ham yo'q. Sizga o'sha 500 aka. Yo'q aka, turaveraylik. Nech pul bilan ketasiz uyga? 2500 bering, hozir ketaman. 2500 bermayman-da. Ha, biznesmenlar aka. Ahvollar qalay? 12 soat turib qo'yasiz aka. 13 soat. 13 soat. Soatingiz $100 bering aka. $13,000, $1300 oling. Pochka bo'lsa ketsa bo'ladi. Ya, $1300 oling. Qoraqalpoq deylar, "Yo, assalomu alaykum" deb. Pochka bo'lsa ketsa bo'ladi. O'zi o'yin. Unda aka darshi bo'lish ketaverar ekan. Marg'ilonni sherlari nima deyapti aka? Soatingizga necha pul bering? soat bilan boshqa odam ishlaydi. Ha, siz turishingizga necha pul bering aka? Minuslar kapitamiz. Xo'p, mana hisobladingiz mana. Soatiga necha pul deb misol analiz qilamiz. Necha soat bo'ldi? 12,5 soat bo'ldi. Ha, 13 soat dedi. Necha pul berasiz qani?
Siz oldin sizni eshitaylik, keyin Ha, shunga kelasan, qaramay. aka. Kelish, men уже keldim aka. Soatingizga necha pul bering? Shunga qarab men o'zimni narxim. Bitta narsada ana 4000 minusdan qo'shni yapsam uyga ham bitta telefon olsam Ha, ancha o'tirasiz ekan unda aka. Sizda nima gap, qora bola? Necha puldan ketasiz uyga? Qancha berasiz? 1000 beraman. 1,5 ming bering ketaman. 1,5 mingda akangiz beradi. Nima gap, soldat? Faktovich. Qachon ketasiz? Oxirigacha. Malibu'da kaltigachami? Datalovami? Mingga ketmaysizmi? Yo'q. Mana bitta yana 12 soat o'tdi. Odamlar o'zini nafsiga qul bo'lib menga o'xshab turishdi. Mayli, men predlagat qildim, lekin meni predlagajeniam bularga yoqmadi. Men qiynamayman bularni. Men xohlamayman shu bular 24 soatlab, bir haftalab turishini. Endi o'zlari xohlayapti. Jazoimiz oyoqlar yaxshimi? 9 daqiqa vaqtinglar bor. Oyoqni razminka qilib olinglar-da. Yana etap qilamiz. 9 daqiqadan keyin o'sha birinchi shartimizni davomi bo'ladi. Faqat endi bu safar qo'l shakli ham o'zgaradi 9 daqiqadan keyin. Maza qilib uxlamaymanmi borba? Yo'q. Bilaman. Aka, bilaman. Shu sizlar bilan tepa-teng. Mana shu yerda shuncha bola turibdi. Jon aka, vash hojatxona mumkin emas. Undan ko'ra shunday qo'yib yuboring aka. Ketaylik, beringlar bitta Malibu'da. Oldingizga bordim, siz bilan bozorlashdim. Endi bozorlashmayman. Hozir lekin oyoq ko'tarilish mavzusida yana telefonlar bor, yana suhbat bor. Qaysi oyoqda определить qilib olinglar. Qarang lekin siz. Unamadingiz normalniy soqqaga. O'sha gapmi? Shuni ochib ketsam rozi. Bo'ldi, 5 daqiqa vaqtingiz bor. Ne? Ushang. Aka, yaxshi kuningiz keching. Bu yoqqa. Ushang. Ushanglar, qo'l bilan ushanglar, qo'l bilan ushanglar. Qaranglar, akalar, bu suvni qo'linglardan tushirmanglar. Bu qo'linglarni band bo'lishi kerak. Xohlasanglar ichinglar, xohlasanglar ichmanglar. Bular sizlarniki. Soat 8 gacha shu qo'linglar band bo'lishi kerak shu suv bilan. Endi oyog'inglarni faqat 1 soatga. Soat 1 bo'ldi. Qaysini tanlash o'zingizlarda. 3 2 1 ko'taringlar. Omadinglar bersin, Alloh kuch-quvvat bersin. Kuchliga yutadi endi iloji yo'qda. Mashchilni etapdan o'tkazib qo'y. Ha, 2 dek. Shunaqa ekan endi hayot aka. Men ham qilamiz. Nimada? Lekin taklif qildi aka. Malibu yutib olgandan keyin xotinga shunday olib tashaladi ayadi. Xohlasan Malibuda katatsiya qilishdi, men tuzalay oldim deysizlar. Da oson emas. Oyog'inglar qo'yilib ketsa yer. Yengil masla. Oyoq tegib ketsa redmi beraman. Turibdi, zo'r aka. Redmi beraman aka. Redmi bor bolalar, Redmi. Sizni Redmi narxi qiziqtirmaydi. Redmi'da shunday deb qilib yutqizib yuboradigan bolalar. Real hozir 2 kun yutqizyapti. Bu degani mag'lubiyat degani emas. Javob o'yini ham bor qani oldinda. Ko'ramiz. Realchilar 2 kun yutkazmaydi. Har doim nadejada turish oradi. Yutadi. Aka, mana shuni gromkasini ko'tarib bera olasizmi? Ha, qiyin bo'lyaptimi aka? Mana Raisboy konkursida qatnashdik, omadimizni sinadik. 14 soat turdik. Konkurs haqida konkurs haqqoniy. Qatnashgan Raisboyga omad, qolgan ishtirokchilarga esa omad tilaymiz. Hamma ishlarga rivoj. Bu safar omadimiz kelmadi, keyingi safarda omad keladi. Hammaga rahmat.
Yes. Nasıl bir? 500 lira. Normal istiyorum. Olur. O'yin qiziq bo'ldi. 21 soatdan ortiq turdik. Oyoqlar to'liq holli. Keyingi safar nasib etsa BMW yutib ketishga harakat qilamiz yo o'yini. 21 soatdan keyin o'zi chidab bo'lmadi. Keyin taklifdan rozi bo'ldim. Redmi va $500 pulni oldim. Qolgan ishtirokchilarga omad. Boshqa deyman, biraz Все. Ikkita odam bor. Ana. Mona Lisa. Final onasini ensin. Salom hammaga. Bir iceberg konkursida qatnashib, kecha kelgandim. 21 soat bo'ldi. Hozir tamomladim. Taklifga rozi bo'ldim. O'yin haqqoniy ekan. Keyingi ishtirokchilarga ham omad. 22 soat bo'ldi. 2000 naqd. Sog'liq ham kerak, oyoqda ham asrashi, hali yoshsiz. Xitoyga turaman desangiz, menga ham farqi yo'q, turgizib boramiz, lekin mana bola sizni hali beri chinni. Qo'y, просто такой varmaydi. O Twitter etmay qo'shib beraman. Endi hayajonli vaqtlarda biladi, eshittirish kerak. Bir pochka tayyor dedim Umarga. Bir pochka ham yo'q. Agret yo'q. Yo'q, to'g'ri. So. Bitta qarshi chop qo'yinglar bolaga. Ozgina o'tiring mana yerda dam olib. Bitta redmi. Konkurs haqqoniyga qatnashdik. Oxirigacha kelmoqchi edik. Oyog'imiz og'rigan sababli, sovrin bergan sababli 2000 keyin telefon haqqoniy ekan, o'yin rostdan oldik. Hamma o'yin haqqoniy ekan, qolganlarga ham omad tilayman. Haqqoniy o'yin ekan. Yana kelaman shu konkursda qatnashishga. Turib qo'yaman olasiz. Ya've. Anasini o'zi. Chiqaring qo'lingiz. Oling. Mana siz. Gapi. Chop qo'yinglar qancha. Bizaniga hali o'lmagan. Normalmi? Qalay endi aka, hayot. Hozir gapirmayman aka, to'g'risi. Jichi o'tirib oling mashinaga. Mashinaga siz faqat o'tira olasiz. Yo'q, gap anaqada emas. Nima deydi? Yo'q, turganimda emas. Mikrofondami? Hadi yana qiling. O'g'limga va'da berganman, to'g'risi. Krasavchik. 22 soat. Bir oyoqda ham turdi 2 soat. 22 soat ikki oyoqda tik turib, ovqat yemay, suv ichmay, tualetga bormay, avtomobilda turib, 9 ta meni Raisboy obunachilarimiz ustidan g'alaba qozondi Umarbek. Sizlar esa videorolik ostiga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Agar Raisboy showi yana sizlarga qiziq bo'lsa, men xursand bo'laman darsni davom etkazishga. Malibu avtomobilining oxirini shu inson olib ketdi. Yana bizni juda ko'p mashinalar va uylar kutyapti. Rahmat Umar aka. Rahmat sizlarga. Ishtirok uchun. Ishtirok etinglar, yutasizlar. Ana kalit aka, bitta zavat qiling endi mashinangizni. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hozir emotsiyadaman, o'shaning uchun ko'p gapirmayman. Hamma masjiddagi bolalar hammasiga rahmat, Raisboyga rahmat. Emotsiya va shu zo'r bo'ldi. Yutaman deb keldim, Rossiyadan keldim, yutaman deb. Nasib qilgan ekan, mana yutdim. Bizlar bilan ishlagan hamma bolalarga rahmat. Gapira olmayman hozir, to'g'risi emotsiyadaman. Boshqa nima deyman hozir? Bolalar hammasi kuchli bolalar ekan, zo'r bolalar ekan. Tanishib oldik, zo'r bolalar. Xudo xolasa keyingi shu konkurslarda ham ishtirok etib, bolalar bilan birgalikda, shu bolalar bilan birgalikda yana ishtirok etib yutaman degan umiddaman. Hammaga omad, ishtirok etinglar. Sizlar ham ishonsanglar, shunaqa ishtirok etsanglar. Mana bu birinchi mashinam emas, Cobalt ham yutganman, Malibu. Sizlar ham yutasizlar. Hammaga omad, charchamanglar. Siz esa videorolik ostiga like bosing. Meni Instagram profilimga obuna bo'lib qo'ying.
va kommentariyada shular uchun молодец Umar deb yozib qoldiring. Chunki 22 soat turish ham bu yerda oson emas. Sovuq havo va angarda. Xayr. Voy, tugadi ko'rsatuv. Yebat!